23-variant 41-masala. Bedaning barg eti hujayrasida glyukoza chala va to'liq parchalanishi sitoplazmada sarflangan ATFlar soni xloroplastda sintezlangan ATFlar sonidan 108 marta kam. Sitoplazma mitoxondriyada hosil bo'lgan suv molekulalari soni xloroplastda glyukoz sintezi uchun sarflangan suv molekulalari sonidan 924 taga kam bo'lsa deyilyapti. Belgilash kiritib olsak. Xo'p, bizda glikoliz va aerob bosqich bor. E'tibor bering, glikoliz va aerob. Xo'p, glyukoza miqdori bu yerda X deb belgilab olamiz, bu yerda esa Y deb. Hosil bo'layotgan ATF 2X ga bu 36Y. Suv 2Y, xloroplastda hosil bo'lgan ATF 1080Y. Bu yerda demak suv 2X, bu yerda esa 42Y. Birliklarni hamma biladi, menimcha bu muammo tug'dirmaydi hech kimga. Keyingi qiladigan ishimiz demak sitoplazmada sarflangan ATFlar soni xloroplastda sintezlangan ATFlar sonidan 108 marta kam. Mana bu demak sitoplazmada sarflangan ATF 2X qanchadir sarflanganda ATF hosil bo'lishi uchun shuncha ATF sarflangan. Mana shu xloroplastda hosil bo'lgan, mana bu xloroplastda hosil bo'lgan ATFdan 108 marta kam. Shuning uchun 2X ni, ya'ni sitoplazmada sarflangan ATF sonini 108 ga ko'paytirdim. Bu xloroplastda hosil bo'lgan ATF ga teng bo'ldi, mana teng. Shuni hisob kitob qilsak, X teng 5Y ga bo'ldi. Ana endi o suvni bizda berilganmi? Demak, suvdan oldin hal qiladigan ishimiz bor. 1080Y dan qancha glyukoz sintezlashimiz mumkin? Buning uchun 1080Y ni bo'lamiz 18 ga, javob 60Y glyukoza sintezlashimiz mumkin. Buning uchun qancha suv sarflanganini topish uchun demak 60Y ni 6 ga ko'paytiramiz. Javob 360Y bo'ladi. Xo'p. Ana endi e'tibor beramiz. Xo'p, sitoplazma va mitoxondriyada hosil bo'lgan suv molekulalari. Mana bu sitoplazmada hosil bo'lgan suv molekulasi, mana bu esa mitoxondriyada hosil bo'lgan suv molekulasi. Aynan shularning soni xloroplastda glyukoz sintezi uchun sarflangan suv molekulalari. Mana bu sarflangan suv molekulasi sonidan 924 taga kam edi. Shuning uchun ham mana bu demak xloroplastda sarflangan suv, mana bu sitoplazmada hosil bo'lgan suv, bu esa mitoxondriyada. Agar shuni ustiga 924 ni qo'shsak, mana bular teng bo'lar ekan. Hisoblaymiz, Y 3 ga teng chiqadi, X esa 15 ga. Bizda necha mol glyukoz chala parchalangan? 15 dan ayiramiz 3 ni 12 moli. Ya'ni 15 bu umumiy, 3i to'liq parchalangan. Demak, qolgani chala parchalangan. Sitoplazmada qancha kilojol issiqlik energiyasi hosil bo'ldi? 15 umumiy, shuning uchun birdan 120 ga ko'paytiramiz. Keyingisi necha foiz glyukoz to'liq parchalangan? Demak, 3 mol to'liq parchalanganmi? 3 taqsim 15 ko'paytirilgan 100 ga. 20% ekan. Ajralgan issiqlik energiyasi necha kilojol? Demak, sitoplazmada ko'rdik mana. B solda sitoplazmadagi issiqlikni topildik-ku, 1800. O'shanga qo'shyapmiz, mana bu mitoxondriyada hosil bo'lgan 3 mol to'liq, har biri uchun 1160 dan. Demak, bu mitoxondriyada hosil bo'lgan. Qo'shyapmiz, javob 5280. Va oxirgisi xloroplastda hosil bo'lgan ATF necha mol glyukoz sintezi uchun yetarli hisoblandi? Xloroplastda qancha ATF hosil bo'lgan edi? Y mol glyukoz sintezi uchun yetar edi. 60 mol glyukoz sintezlanadi dedik-ku. O'sha 60Y mol glyukoz sintezlanishi uchun yetarli edi. 60Y da 60 ko'paytirilgan 3. Chunki Y nechaga teng edi? 3 ga. Javob 180 mol.